Endilikda haydovchilar faqatgina mashina raqami berilgan hududdagina taksichilik qilishlari mumkin. Ya'niki siz faqatgina o'zingizning viloyatingiz avtomobilingiz raqami berilgan hududda, misol uchun 30 bo'ladigan bo'lsa, Samarqandda taksichilik faoliyati bilan shug'ullanishingiz kerak. Aks holatda javobgarlikka tortilishingiz ham mumkin. Bu nima degani? Misol uchun sizning avtomobilingiz raqami 01 bo'ladigan bo'lsa, faqat Toshkent shahrida taksichilik qilasiz. 30 bo'lsa faqat Samarqandda, 70-75 bo'lsa faqat Surxondaryo, Qashqadaryoda taksichilik qilasiz. 70 kelib Toshkentga yoki 01 kelib Samarqandga, 30 borib Jizzaxda taksichilik faoliyati bilan shug'ullanishi qonun bilan taqiqlanibdi. Men huquqshunos sifatida shuni aytib o'tib ketamanki, bu qonun O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 67-moddasini buzish deb hisoblanishi mumkinligi haqida sizlarga aytib o'tib ketmoqchiman. 67-moddani hozir videoning oxirida qo'yib o'tib ketaman, ko'rib, o'qib o'zingiz tushunib olishingiz mumkin. Men shaxsan huquqshunos sifatida o'sha 67-moddani bu qonun buzilishi deb hisoblayman. Ya'ni taksichilik faoliyati bilan faqatgina o'zingning hududingda shug'ullanasan deyish, bu rasmiy tarzda emas, norasmiy tarzda propiska rejimini yana orqaga qaytarish deb ham hisoblash mumkin.